Tishingiz mana bunday holatda bo'lsa, 28 ta implant qo'ydirmasdan bor yo'g'i 12 ta implant yordamida mana bunday holatga qanday qilib olib kelish mumkinligi bo'yicha bugun chuqur gaplashamiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ismim Farhod Usmonov, tibbiyot fanlari doktori, professor va 10 yildan ortiq tajribaga ega vrach, stomatolog, ortopedman. O'z sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmasdan vaqt ajratib ushbu videoni ko'rayotganingiz uchun sizdan juda ham minnatdorman va juda ham behad xursandman. Xo'p, mavzuga kirishni boshladik. Bu videoni diqqat bilan ko'rishingizni iltimos qilib qolardim, chunki implantatsiya bosqichida hamma savollaringizga javob berib ketaman va eng muhim bo'lgan omillarni o'tkazib yubormaslik uchun videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring va oldindan aytib qo'yishim kerak, videoni oxirida sizlarni juda ham bir ajoyib, juda ham sizga kerak bo'ladigan bir sovg'a tayyorlab qo'yganman. Men 10 yildan ortiq ishlab kelayotgan bo'lsam, shu yillar ichida har xil muammoli bo'lgan bemorlarni ko'pini ko'rganman. Kimdirni faqatgina 2 dona tishi qolgan bo'lishi mumkin, kimdir umuman tishi yo'q holatlari ham bo'lgan. 7-8 yil oldin esa bunday muammolarni biz ideal yechim sifatida syomniy protezni taklif qilardik. Ya'ni bu tishsizlik muammosini o'sha ideal yechim sifatida vakuumli protezlar bo'lgan. Lekin hozirgi paytda bu protezlar bir qancha kamchiliklarga ega bo'ldi. Shularni hozir sanab o'taman. Birinchisi bu tishlar o'zimizga sun'iy ko'rinish. Ya'ni ko'chada yoki qarindoshlarning oldiga borganda yoki bir to'y-to'ycho'larda borganingizda tishlaringiz sun'iy, ya'ni o'zingizniki emasligi yaqqol ko'rinib bilinib turadi. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, bu sun'iy plastmassa qismi katta bo'lgani uchun tanglayni qandaydir qismi, ya'ni to'liq qismini yopib qo'yadi. Biz bilamizki, ya'ni siz yaxshi bilasiz, tam sezish xususiyatiga ega bo'lgan ma'lum bir sezuvchi organlarning ma'lum bir qismi tanglayda ham joylashgan bo'ladi. Bu esa syomniy protez buni yopib qo'yganligining oqibatida insonlar ko'p holatlarda ovqatni ta'mini yaxshi sezmasligi mumkin yoki umuman yoki sezish qobiliyati juda ham kamayib ketishi mumkin. Xo'p, bunday holatlarda siz ovqatni yoki nordon yoki umuman ta'msiz tuyulishi mumkin sizga va bu sizga ovqatni umuman mazasini umuman his qildirmaydi. Uchinchi muammosi va eng asosiysi protez tishdan chiqib ketib qolishi. Siz vakuumli syomniy protez qildirgan bo'lsangiz ham u tishingizdan chiqib ketadi. Sababi protezni tishingizga taqqaningizdan keyin u milkka kiydiriladi va bu bilan ovqatlansangiz bosim suyakning ichki tarafiga emas, balki milkning usti tarafiga qo'yilganligi uchun suyakning ustki tarafiga bosim bo'ladi. Bu esa vaqt o'tib suyak atrofiyasi, ya'ni suyakning kichrayib qolishiga olib keladi. Buning natijasida esa suyak kichrayib ketadi, ya'ni kamayadi va shu tariqa syomniy protez tishingizga bo'shashib qoladi. Ya'ni syomniy protez tishingizda, ya'ni milk xolos turgandan ko'ra bo'shashib, har ovqat yeganingizda qimillab ketib qolishi mumkin. Buning oqibatida siz yana boshidan protez qildirishingizga to'g'ri keladi va shu tariqa sizda suyak atrofiyasi, ya'ni suyakning kichrayib ketishi, suyak cho'kishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun tish tiklashda bu hozir ideal yechim deb qaralmaydi. Aytganimizdek, bu protez 7-8 yil oldin biz ham tavsiya berib qo'yganmiz, hatto 10 yil oldin ham juda ham bir mashhur bo'lgan. Sababi u vaqtda implant bu qadar rivojlanib, bu qadar hozirgidek rivojlanib shakllanmagan edi. Lekin hozir esa butun dunyoda eng ideal tishni qayta tiklash uchun instrument bu albatta tish implantatlari hisoblanadi. Keling, implantga ozgina to'xtalib ketaman. Implant 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi, implantning o'zi bu sizni tish ildizingiz vazifasini bajaradi. Rezbasimon titan materiallardan tayyorlangan bo'ladi. Inson uchun mutlaqo zararsiz material hisoblanadi. Ikkinchisi bu abutment. Bu abutment oraliq qism bo'lib, implant bilan tashqi tishlar orasidagi bog'lovchi vazifani bajaradi. Uchinchisi bu albatta tish koronkasi. Bu esa ko'rinib turibdiki, haqiqiy tishga juda ham o'xshash bo'ladi va uning vazifasini to'laqonli bajaradi. Mana bitta dona tishingiz yo'q bo'lsa, nima qilishingizni kerakligini yaxshilab tushunib oldingiz. Endi keling, og'zingizda umuman tishlar bo'lmasa, qanday bo'lishi kerakligi haqida gaplashamiz. Bu uchun eng ideal va arzon, ya'ni 28 ta implant emas, balkim undan ham ancha arzonroq bo'ladigan metodlar. Bu esa All-on-4 va All-on-6, ya'ni hammasi 4 da va hammasi 6 da metodlari bilan tanishib o'tamiz. Bu metodlar xalqaro standartlardan o'tgan metodlar hisoblanadi. Keling, ushbu metodlarni kimlar rasman tan olgan shularni ko'rib chiqsak. Birinchisi bu Nobel Biocare Care kompaniyasi, ya'ni All-on-4 konsepsiyasini ishlab chiqqan va undan 20 yildan beri klinik amaliyotda qo'llab kelmoqda. Ikkinchi kompaniya esa American Dental Association, ya'ni to'liq jag'lar reabilitatsiyasida ko'plab implantlar bilan, jumladan All-on-4, All-on-6 yondoshlarini tan oladi. Uchinchisi esa European Association for Osseointegration, ya'ni implantologiya bo'yicha Yevropa klinik protokollarida ushbu metodlar mavjud. To'rtinchisi International Team for Implantology, ya'ni ilmiy asoslangan qo'llanmalar va tavsiyalar aynan mana shu metodlarni isbotlab bergan.
Keling endi bu metodlar bo'yicha ilmiy faktlarga yuzlansak. Bu birinchisi 10 yil, 15 yillik klinik tadqiqotlarda muvaffaqiyatlik darajasida 98% tashkil qiladi. Suyak hajmi cheklangan bemorlarda ham suyak ko'chirib o'tkazmasdan turib ishlash imkoniyatini beradi. To'g'ri rejalashtirish va tajribali shifokor bilan uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlaydi. All-on-4 va All-on-6 ni farqi nimada? Birinchisi bu All-on-4. All-on-4 bu kamroq suyak bo'lsa ham tezroq reabilitatsiya, ya'ni tiklash va 4 ta implant qo'yiladi. All-on-6 esa suyak yetarli bo'lsa, yuklama, ya'ni bosimni yanada barqaror bo'lishini ta'minlash maqsadida 6 ta implant qo'yiladi. Sizga yana ham tushunarli bo'lishi uchun animatsiyalarda tushuntirib berishga harakat qilaman. Tasavvur qiling, sizda umuman tishlaringiz yo'q. Bunda biz har bir jag'ingizga 6 tadan implant qo'yamiz. Bu bosqich mutlaqo og'riqsiz va kesmasiz o'tishi uchun navigatsion, ya'ni shablon yordamida qo'yamiz. Bu jarayon taxminan 30-40 daqiqalik vaqtni oladi xolos. Sizda implant qo'yib bo'lgandan keyin implantni turiga qarab turib sizda osseointegrat jarayoni boshlanadi. Bu jarayon suyak bilan implantni birlash jarayoni. Demak, implant titandan tayyorlanganligi uchun tanamiz titanni xuddi bizni o'zimizni bir bo'lagimiz sifatida qabul qiladi. Bu esa inson tanasiga tezroq moslash yoki birlashishga, bu jarayon esa implant turlariga qarab turib taxminan 2 oydan 6 oygacha vaqtni o'z ichiga oladi. Bu bosqich tugagandan so'ng sizni implantingiz ustiga o'zingiz yuz shaklingizga va holatingizga qarab turib tishlar o'zingizga mos bo'lgan bo'lgan tishlarni o'rnatib berib qo'yamiz. Bu tabassum esa sizga 30-40 yil agar gigiyena, ya'ni og'iz bo'shlig'iga yaxshi e'tibor berib qaraladigan bo'lsa, unda butun umr sizga xizmat qiladi. Endi sizda tabiiy savol tug'ilishi mumkin. Qaysi implantni tanlashim kerak? Hammasi bir xil, rezbasimon, lekin narxi har xil. O'zi farqi nimada? Hozir to'liq javob berishga harakat qilaman. Biz Germaniya standartlariga o'tgan, Koreyada ishlab chiqarilgan premium klassdagi Megagen implantlardan foydalanamiz. Keling endi tish implantlari haqida batafsilroq ma'lumot berib o'tay. Hozirda biz 4 xil implantlardan, ya'ni ST, Anyone, Anyreach va Blue Diamond implantlardan foydalanamiz va ularning narxlari ham, xususiyatlari ham bir-biridan farqlanadi. Barcha implantlarning metal qismi tarkibidagi titan qismi, ya'ni Grade 4 tipidagi eng toza titanlardan foydalaniladi va sirtida maxsus ishlov berilganligi uchun chaynash bosimiga chidamligi juda ham oshirilgan bo'ladi. Keling birinchi ST implantlarini ko'rib chiqaylik. Birinchi farq, ya'ni ST implantini sirtiga ishlov berish bosqichida alyumin oksid kukuni bilan ishlanadi. Ya'ni implant sirtini ma'lum darajada g'adir-budirligini oshiradi. Bu esa implantning suyak bilan teginish xususiyatini, ya'ni yuzasini ko'paytiradi. Shuni hisobiga ST implantlarning bitishi osseointegratsiya jarayoni o'rtacha 3 oydan 6 oygacha davom etadi. Anyone va Anyreach implantlari esa ST implantdan farqli ravishda ularning ustida SLF aktiv tipidagi kalsiy bilan boyitilgan X-Speed yuzasi qo'llaniladi. Shu sababli bu implantlarning bitish muddati qisqaroq bo'ladi. Ya'ni Anyone implantida o'rtacha 2-2,5 oy bo'lsa, Anyreach implantlarida esa taxminan 1,5 oy, 1 oy, 1,5 oy vaqt atrofida bo'ladi. Albatta bu ko'rsatkichlar ham bemorning suyak zichliligiga bog'liq. Anyone va Anyreach implantlarining sirtqi qatlami bir xil, X-Speed, lekin bitish muddatining farqi ularni aynan rezba, ya'ni vintini shakli va diametrligi bog'liq bo'ladi. Anyreach implantida esa rezba chuqurroq va diametri kattaroq bo'lganligi uchun implant suyak ichiga yanada chuqurroq kiradi. Suyak bilan kontakt yuzasi ortadi va natijada suyak implant sirtida tezroq yopishadi. Oxirgi implantimiz esa bu Blue Diamond implanti. Bu implantimizda X-aktiv yuzasi qo'llaniladi. U Anyreach va Anyone implantlaridan X-Speed yuzasidan umuman farq qiladi. X-aktiv yuzasi yuqori darajadagi gidrofil xususiyatga ega bo'lib, ya'ni implant o'rnatilgan zahotiyoq suyak ichidagi qon tomchilarini o'ziga tezda shimib oladi. Shu tufayli suyak bilan kontakt yuzasi tezroq hosil bo'ladi va turli tipdagi suyaklarda ham bitish muddati ancha qisqaradi. Yana bir muhim farq chaynash bosimiga chidamlilik. Blue Diamond implantlari chaynov bosimiga eng chidamlilar hisoblanadi. Ular 265 kilogramgacha bo'lgan bosimga bardosh bera oladi. Eng oddiy variantimiz bo'lsa, ya'ni ST implantlarimiz esa 165 kilogramgacha bo'lgan chaynov bosimiga chidamli hisoblanadi. Amalda esa odam ovqat chaynayotgan paytda, hattoki eng qattiq ovqatlarni ham chaynaganda bosim maksimal taxminan 100 kilogramgacha chiqadi. Ya'ni suyak normal bo'lgan bemorlarda oddiy ST implantlari qo'llanganda bu ham implantlar yetarli darajada xavfsiz va ishonchli hisoblanadi. Xo'p,
Tushundim Farhod aka, implant bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'ldim. Endi implant qo'ydirmoqchi bo'lsam, qanday bosqichlardan o'taman? Nimalar qilishim kerak deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak. Birinchi bosqich bu albatta konsultatsiya va diagnostika bosqichi hisoblanadi. Bunda biz 3D rentgen qilamiz va suyak hajmi o'lchanadi va qaysi implant mos kelishi aniqlanadi. Umumiy xarajatlar hisoblab beriladi va eng muhim jihatlardan bittasi albatta bu qon tahlillari ham topshiriladi va u yerdagi ko'rsatkichlar baholanadi. Sizga implant qo'yilgandan keyin 2-3 oy tishsiz yurmasligingiz uchun biz vaqtinchalik tish qoplamalarini qo'yib beramiz va implantlar suyak bilan batamom birlashib olgandan keyin esa doimiy koronkalar qo'yib beriladi. Bu jarayon taxminan 3-6 oy vaqtni o'z ichiga oladi. Mana ko'rib turganingizdek, implant bo'yicha to'liq ma'lumot ham ega bo'ldingiz. Kimlarnidir qo'rquvini bartaraf eta olgan bo'lsam, juda ham xursandman. O'zi biror marta stomatologiga bormasdan, implant u ekan, implant bu ekan deb yurgan insonlar gapiga umuman ishonmang. Chunki bu usul xavfsiz va butun dunyo bu usuldan foydalanadi. Mana sizga implantatsiya bo'yicha to'liq ma'lumot berdim. Agar shu videoni oxir yergacha, ya'ni diqqat bilan ko'rib kelayotgan bo'lsangiz, siz uchun maxsus sovg'amiz bor. Sizga aytib o'tganimdek, implant narxlari har bir donasi uchun Restom klinikasida quyidagi narxlarda, ya'ni ST implantlarimiz 2,5 million so'mdan, Enimon implantlarimiz 4,7 million so'mdan, Enrich implantimiz 5,750 ming so'mdan va Blue Diamond implantlarimiz bu 7 million so'mdan. Bu hozirda klinikamizda sotilayotgan har bir implantlarimizning narxlari. Ammo siz uchun ushbu tishsizlikdan butunlay tezroq qutulishingiz uchun implantlarimiz narxlarini quyidagicha qilib beramiz. Ushbu videoni oxirigacha qiziqib ko'rganingiz uchun ushbu implantlarimizga har bittasiga 10% lik chegirmani taqdim qilamiz. Shunda ST implantlarimiz bir donasi 2,5 million emas, balki 2,250 ming so'm. Enimon implantlarimiz bo'ladigan bo'lsa 4,700 ming emas, balkim 4,230 ming so'm. Enrich implantlarimiz bo'ladigan bo'lsa, u 5,750 ming emas, balkim 5,175 ming so'mdan. Blue Diamond implantlarimiz esa 7 million emas, balkim 6,300 ming so'mdan qilib beramiz. Faqat aytib o'tishim kerak, buni sharti ushbu narxlar faqat 2026 yil 28 fevralga qadar davom etadi. Undan keyin esa implantlar yana o'zlarining eski narxiga qaytadi. Sizlarga yana bir muhim jihat aytib o'tishim kerak, ya'ni eng muhim jihat bu qanday implant tanlash emas, balkim o'sha implantni kim qo'yadi. Tajribali shifokor stomatolog tanlash eng muhim jihat hisoblanadi. Chunki shunday vaziyatlar bo'ladi, boshqa klinikada bemorlarimiz o'sha eng qimmat bo'lgan Straum implantlar, ya'ni 900 ming dollarlab turadigan implantlarni qo'ydirishgan, lekin u yerda tajribasiz shifokor stomatolog xatosi tufayli ushbu implantlar tushib qolgan va ushbu bemorimizga ushbu jarayon, ya'ni tushib qolgan implantlarni yana boshqatdan yangitdan o'rnatib berishimiz bemorimiz uchun ham moddiy jihatdan ham ma'naviy jihatdan juda ham ko'p muammolarga sabab bo'lgan. Shuning uchun eng muhim jihatlardan bittasi albatta bu siz implant emas, balkim yaxshi, to'g'ri, tajribali shifokor stomatolog tanlasangiz, qolgan vazifani, ya'ni qanaqa implant tanlash kerak, suyagingizga qaysi implantlar mos keladi va ushbu implantlar uzoq yillar, qanchalik uzoq yillar xizmat qiladi, bular hamma muammo albatta ushbu siz tanlagan tajribali shifokor stomatologning vazifasiga kiradi. Biz jamoamiz bilan 10 yildan oshiq vaqtdan beri insonlarning tishsizlik muammolarini hal qilib kelyapmiz. Bizning klinikamiz Toshkent shahrida, aynan Yakkasaroy tumani Bobur 61 ko'chasi joylashgan. Lekin bu videoni ko'rib turgan kuzatuvchilarimiz kimdir boshqa viloyatdanman, uzoqlik qilar ekanmi deyishingiz mumkin. Ammo bizga boshqa qo'shni davlatlardan uzoq va yaqin bo'lgan Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Malayziya, Indoneziya, Xitoy kabi davlatlardan o'z sog'liqlar uchun vaqt ajratib kelishadi. Nimaga? Sababi hamma tishidagi muammolarni bitta hal qilishni xohlaydi. Shuning uchun O'zbekiston ichida bo'la turib, uzoq deyish sizga yarashmasa kerak. Agar sizga ham og'riqsiz, kesmasiz va eng muhimi tajribali vrach stomatolog implant qo'ydirishni istasangiz, siz uchun shu video ostida havola qoldiramiz va shu havola orqali kirib ro'yxatdan o'ting va o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. Va eng muhimi Telegramingizga lokatsiya tashlab beramiz. Hammaga rahmat. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun ushbu kanalga obuna bo'ling.